Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul emri bi ta'ahudil Kur'ani ve tahziri min ta'ridihi lil nisyani. Bu buyruqninki babudur. Buyuruşninki babudur. Kur'an-ı Kerim ta'ahud qilishqa. Yani Kur'an-ı Kerimni davamlı yani qo'g'dab, yo'qlab turishqa. Ve tahzir qilganlikninki babudur. Şu Kur'an-ı Kerimni unutilib qilishqa, to'g'ri qilib qo'yishqa. Kur'an-ı Kerimni unutilib qilishqa, to'g'ri qilib qo'yishni tahzir qilishniki nemasidir u? Babudur deydi. Biz endi Riyazus Salihin degan kitobni o'qiyapmiz. O'qib Kitabul Fazail degan men shu babga kitob kelgandik, cho'ng bir mazmunliq. Undan uni tahdidi bo'lgan, ya'ni fazail bo'lganlik, fazailniki turli nihoyat jiq. Jiq bo'lganligi shuniki ichidagi eng afzal amallarning qatorida birinchi qatorda turadigan nima u? Qur'oni Karimniki fazilati. Va bu fazilati qiroatul Qur'on. Qur'oni Kerimni o'qishniki fazilatiniki babi degan. Meni shu babni oldingi darsimizda o'qidik. Endi shu o'qilgan shu darsga asosan Qur'oni Kerimniki meni qanday bir fazilati, qanday bir aloyitligi, qanday bir in'om va ihsoni bo'ladiganligini ustidagi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisida nima qildik, uni anglab, uni tushunib bildik. Endi Qur'oni Kerimniki o'zi yuqorqidek ashundaq nima, ashundaq ihson, ashundaq bir aloyitlik, yaxshilik bo'lishniki sababi Qur'oni Kerimniki sahib bo'lish kerak. Qur'oni Kerim sahib chiqish kerak. Qur'oni Kerim sahib chiqqan kishiga, ya'ni sahib chiqdi degan nima? Egi chiqdi. Egi chiqgan qanday bo'ladi? Qur'oni Kerim egi chiqdi degan gap. Meni Qur'oni Kerimni shu o'qishni bilgan, yod elib bilgan, hem şunun içindeki ma'nisini bilgan, şununla birlikte bu Qur'oni Kerim'ninki yüzdeki ameliyatida her bir ayet, her bir hükümni icra qilishni yüzdeki ameliyatida namoyon qilgan. Men mushu kishiniki yüzünin bo'ladigan yuqorqi hadisga asosan Qur'onninki egilari, Qur'onninki sohiblari, Qur'onga egi chiqqan inson bo'ldi ekan. Shuningdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degandek ashudaq mukofot ashudaq çok bo'ldi ekan. Undan oldin bunun kartta yine şunda bir afzallik bo'lsin-mi? Yine Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Kerimni bilan yod olgan bo'lsanglar va Qur'oni Kerim o'qib, Qur'oni Kerim sizda bo'lgandan keyin davomli nima qilib turinglar, uni yo'qlab, tekshirib, mushta o'qib turinglar deb nima qilgan, buyruq qilgan. Mana buniga yana afzallikni ekanini bildirdi Qur'oni Kerimniki. Mushuning ustida Payg'ambar sallallohu qanday buyruqlarni qilgan. Yine bir sadaqakin Qur'oni Kerimni mana yod edib, hech bo'lmagan bir qancha sura yoki hammasini mana bu unutilib qolishdan iborat bo'lgan bu ishga Qur'oni Kerim qilib qo'ygan bo'lsa, bu Alloh taolaning odam bergan cho'ng bir ne'mati. Mana bunda bir ne'matni mana alohida ahamiyat bermay, bunga unutilib qolishdan iborat bo'lgan bu ishga duchor qilib qo'ygan bo'lsa, bunga Payg'ambar qanday bir ogohlantirish, qanday ishlar qilish orqali hazar aylattirgan. Bu to'g'ri nima degan? Men mushning ustiga nima bo'lib bab dedim. Birinchi Ebu Musa radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ta'ahadu hazal Qur'on." Sizlar ma Qur'onni ahd qilishib turibdi. Ya'ni davomli ko'ngil bo'lib, davomli ahdi yangilab va Qur'onni Kerim men ahd verdi, men o'qiydigan oson bo'ldi, men uni o'qiydigan shundoq verdim deb, men davomli ko'ngil bo'lib yo'qlab açtaq turun. Davamlıqça o'qinglar. Yani bir oyda yoki bir qatmi emas, davomli vaqtin imkon bo'lgan asosda davomli ahd berib, o ahd qilib Qur'oni Kerimni yo'qlab, shundoq davomliqcha o'qib turinglar. Bu yerda endi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki o'zini bu yerda ta'ahadu dedi. Bu yerda ta'ahadu degan bu nim bo'ladi desa, ya'ni Qur'oni Kerimga ahd qilinglar degan gap. Yani Qur'oni Kerimga bo'lgan bergan ahdini davomli yanılab turinglar.
Kur'an-ı Kerim nima deb va'da Kur'an Allah'ın sözü, bizim dinimizdeki ve bizdeki dünya ve ahiretlik işlerimizin qanday ekanligidagi asas bu yerda ko'rsatib berdi bu. Siz yaxshi kitob, buni ben qo'dishim, voy o'qishim kerak, ubdankan deb ashta ahd verdik. Unda bu ahdni davomli yanglab, davomli ko'ngil bo'lib, davomli yo'qlab turinglar. Degan nima bo'lgan bo'ladi? Gap bo'lgan bo'ladi. Endi yeni bir ma'noda Qur'oni Karim ahd qilib turinglar degan. Qur'oni Karimniki o'zini o'qishda, uni tilovat qilishda, uni tushunishda davomli muhofazat qilinglar. Bir qatim bir ish qata qilib qo'yib ani yo'qolib ketadigan yoki unga kor olmaydigan, g'aflat qiladigan unda ishni cho'q qilmanglar deydi. Bu nima u? Amr. Qasam Allohga Muhammad alayhisolamniki nafsi Allohning ilkidir. Men Allohning ilkida bo'lgan Muhammad alayhisolamniki nafsi Allohning ilkida bo'lgan shu Alloh bilan qasam qilamanki, jazman bu Qur'oni Karim eng qattiqdir. Meni qutulib ketish jihatda tögidin. Ki o töge yüzdeki jipler dedi. Yüzün ağamçılarında çigilgen tögidin mi? Bu Kur'an-ı Kerim bir adam vücudunu yad edip, beni okup, düşünüp, okuşunu bilip açtakkan olsa, bu onundan mı bak neyim kılışka o tahallus olup, yani onu kutuluşka Kur'an-ı Kerim bekleme onu bak kattı. Yani bağlap kalan tögideki yüzü kaçıp geçiş daha ters. Kaçıp geçsin daha ters kaçıp geçiyor. Qur'oni Karim buniki kaçıp geçiş yok, adamın vücuduna kitip kaçışı, bunun da mı ne iştik yönep geldi, kaçıp geldi. Anda o anki ne yapalım? Devamlı okuyunlar, devamlı yoklap durunlar, devamlı köngül bilip durunlar, devamlı muhafazat kılınlar, okup durunlar. Keçimi gündüz baştak Qur'oni Karim ve özellikle kalbiden ve emniyetinden çok düşmüşsün. Depamız baştak deydi. Tepalluk diye tahallus maniden. Burada okul. Neydi okul degen, iqal degen ağamça. Degen gap iqaldagi jamisi okul bo'ladi. Ya'ni ağamça bağlangan meni aş tögüdünmü bu Qur'oni Kerimniki bir insondan qutulib, unutulib qolishi bak qattiq deydi. İştiki unutulib qoldi deydi Qur'oni Kerim. Unda o'g'andikin, ashlar o'g'andikin qanday qilgan davomli o'qib turinglar deydi. Endi Allah Teala bir adamga Qur'oni Kerimniki bir qancha oyat ya sura ya hammani yada aladiganga mushunda bir in'omli qon bo'lsa, o chog'da bu adam Qur'oni Kerimni davomli o'qib turish kerak. O'qib turib unutib qoladi. Mana unda qilmagan unutib qoladi. O chog'da agar unda qilib qolgan bo'lsa, bu adam payg'ambarniki ma amriga xiloflik qilgan bo'ladi. Ham Allohniki o adamga bergan ne'matga inkor qilgan bo'ladi, tuzkorlik qilgan bo'ladi. İkinci, İbn Ömer radıyallahu ta'ala o rivayet kılındı şunda deb jazman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fakat Kur'an'ınki sahibininki mesele. Yani Kur'an'ınki Kur'an'a ilgi kılgan, Kur'an'ın ilgisi olan kişi, yani yada ağan, emildi köygen, devamlı okup durulgan, Kur'an-ı Kerim'ni yad etmişler, tüketken kişininki, mesele neymi okşaydı o? Bağlangan, ağamçıdan bağlangan tögü okşaydı. Muşine düşünmeliş gerek. Bağlap koyulan töge. Kaçıp ketken tögenin yüzünü bekar tutmay, onu bağlap koysa turduğun gibi. Yani bunun asıl huy aşı olan boğan deyken, bu nimkola devamlı kaçıp ketedi. Onda onu Kur'an-ı Kerim yad edip, aşında bilip, düşünüp, meni açtaqanninki adam misal muşnu okşaydı. Yani demek Kur'an-ı Kerim devamlı okup durmasa, devamlı ehmiyet verip durmasa, devamlı köngülüp durmasa, devamlı yenilap durmasa, o çağınızda bu Kur'an-ı Kerim adam yadı çıkıp kalıdı. Onu devamlı ne kalanlar ona ehmiyet çok veriyorlar. Eğer ahı kısa o adam şu tövgüge ne kuptu, şu devamlı muhafazat kılıp, yani yenilap, kandak olğanda, bağlap olğan kandakты dep açta tuğan bolsa, o adam o tögünü nima qildi? Tutalaydı, mustahkam tutalaydı. Eğer o kuvvetken bolsa bu adam tögünü, bo'pti qanday qilib mayli degan bo'lsa, o chog'ingizda bu nima ketib qoldi? Tögünü o'zi ketib qoldi. Qur'onni yodi olgan, Qur'onni bilgan, tushungan, amal qilgan odamninki mana shakli, mana ahvol mushunga o'xshaydi. Unda o'g'andikan, nima uchun buni o'xshaydi? Nima uchun Qur'oni Karim nima uchun bunday o'tib qoldi? Chunki insonniki Qur'oni Karim yod olgan vaqt o'zida bu yod oldi degan gapniki o'zi onun da kalbiniki yüzüde ma'lum bir yerda, yani bir narsa qilib
çekittek mındak tuğan bolsun zihninki ma'lum bir yeriniki üzde o davamlıq ma'lum muddat aslida bo'lmagandiki o ketib ketishning nimasi bor, ehtimoli bor. Yo'qolib ketadi ham izlagan ma'lum muddatniki üzde. Hem onun üstüge Kur'an-ı Kerim'ni yad edip bir qancha so'rayapmizni, shuni amal qil adamı qarta, yana nimalarga shaytonlarga. Shayton davomli unutildirdi. Uniki so'zlari, uning qiliqlari, harakatlari har xil bo'ladi, har davr zamonga qarab. Men hozir davrning o'zida mashg'ulotchiq, gapchiq, vaqtimiz yetmaydi. Shundoqchiq. Yeni oy degan bir yıl bir ay deb, bir ay bir hafta deb, bir haftaga bir kun deb, bir kun bir soatda ketib qolganligini shunda to'g'ri ketib boramiz. Mushunda o'g'andiki bu shaytonlar buninglar anadagi aish, maish deb odamni Qur'oni Karimni o'ylaydigan, o'qiydiganga to'sqinlik qilgan barliq nimalarni vosita qilindi. Bu shayton nima bizga dushman. Uni o'g'andiki biz davomli Qur'oni Karimni o'qib turishimiz kerak. Babu isbabi tahsil savti bil Qur'anil Kerim. Qur'oni Kerim bilan o'qilgan ovozni go'zallashtirishniki mustahab ekanligining nimasidir? Babudir deydi. Ya'ni Qur'oni Kerimni to'g'ri biz davomli yuqori babga asosan ham payg'ambar sallallohu so'ziga asosan ahd qilib, davomli yo'qlab, davomli o'qib turibmiz. O'qigan vaqtimizda o'qishning bir qoidasi bor. O qoida qavun Qur'on bilan o'qigan ovozni go'zallashtirish yaxshi ish. Bu çok yaxshi o'qimsak, ovozimiz yaxshi bo'lmaydi. Endi o yaxshi qilish degan gapning o'zi bu yaxshi qilishligi aslida tabiiy insonniki ba'zi insonlarning ovozlari chariq chiqadi, ba'zilarining nima emas. Shundoq bo'lsa-mu, undaq bo'lmaganlarning o'zi davomli o'qib bersa, davomli mashq qilib bersa, bu odamniki ovozi, balaning ovozi chiroyli chiqadi. Masalan, bir bala yo bir odam men burun ovoz chiqmaydigan, yo bir narsa kelmaydigan, ovozi g'irg'imishda ya'ni mishdoq maxfiy. Ashta olib qolsa bu odam bir muddatdan keyin mashq qilgandan keyin bu odamning ovozi ajoyib chiqadi. Bu tajribadan o'tgan nima ish. Andan keyin men Qur'on o'qidim deb tingshgan odamga nisbatan ham o'ziga tingshaydi. Buning nisbatan ovoz sat chiqib qolsan, Qur'oni Karimniki hurmati qilmagan bo'ladi. Qur'on Allohning so'zi bo'lgandan keyin, katta bo'lgandan keyin butkul mavjudotni yaratgan zotning so'zi bo'lgandan keyin shuni loyiq o'qishimiz kerak. Bunu harakat qilishimiz kerak. Bunu o'rganishimiz kerak. Va talabul qiraati min husn savti va istima'i laha. Va go'zal ovozdan o'qishni talab qilishning mustahab ekanligi bordir. Ya'ni bir odamning ovozi o'qigan vaqtida Qur'onni go'zal o'qiydi ekan. Unda o'qigan ekan shu odamni Qur'onni bir o'qib bergan bo'lsa, bir anglaydi. Ya'ni hozirgi davrdagidek mana shu xil qorilarniki qiroati ovoziniki ilingan har nimalar bor. Mana un alg'u shundoq degandek hozir ovoz olganlar chiqib ketdi-ku, hamda qandallamajik. Shu orqali davomli ashtaqchi tinglab turish. Bu musab har odam o'ziga yaxshi ko'rgan bir qori nimalar ovozini yaxshi ko'radigan, buni izlab qilish bu bir sunnat. Qolganiga undaq qilsak bo'lmaydi deganlik chu bo'lmaydi endi. Endi yine Qur'oni Karimniki o'ziga o'qishga quloqni selishniki mustahab ekanligi bor. Ya'ni Qur'oni Karimni mushta chiroyli qiroat qilgan vaqtimizda uni quloq selish kerak. Diqqat qulog'imiz oshningda bo'lishi kerak. Qur'on o'qigan vaqtning o'zida shu qalaymiqan gap qilib, undaq qilish uchun bo'lmaydi. Mana va iza Qur'on fastami'u lahu. Buning asosan olimlarimiz Qur'oni Karimni o'qishni o'zi mushtaq sunnat, mushtaq afzal bo'lsin. Lekin Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda quloq solib, uniki nim ekanligiga mana uni diqqat qilishniki o'zi farz deydi bu oyatga asosan. Shu o'qish bir sunnat, yaxshi ish mushtaq bo'lsin, anglashning o'zi nima bo'ladi? Farz bo'ladi. Endi bunda Hanifiy ulamolarimiz bu yerda bu oyatning o'zi xutba o'qigan vaqtimizda jim turishning o'zi farz deb qismi. Chunki xutbada Qur'on bor. Unda o'qigandan keyin bunu asosan farz deb qaralsimi? Lekin ulamolarimiz Qur'onni o'qigan vaqtimizda bu yerda tushib turish kerak deydi. Bunga ahamiyat berish kerak. Birinchi, Ebu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Ebu Hurayra anladimi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Ma azinallohu li shay'in ma azina li nabiyyin husni savti. Ahsani savti yataghanna bil Qur'ani yajaru bihi. Muttafaqun alayh.
Mene kulak sanmadı. Kulakını beğenmedi Allah Teala bir şey için. Yani anlaşkan bir şey için Allah kulağını için beğenmedi. Anda bilinmesi ki beğenmedi ki mene kulak saldı Allah Teala bir peygamber ki avazı nimana güzel. Avaz güzel olan bir peygamberge Allah özü anlayman dep kulağını sabagandek kulak sağgandek mene kulak sağgandek hiç kandak güzel olmayan kişininki özü undakçı seppahmı deydi. Maya demdik. Maya azine deydi. Azine azanı degan kulak saldı degan gap. Azane yani izni verdi degan ma'noda faila babı kelsa kulak saldı degan gap bo'ladi. Endi yatag'anna bil Qur'on. Bu qanday qiladi bu güzel ovoz bo'lsa, yani nayt chiroyli o'qiydi bu adam Qur'oni Karimni. Azay yatag'anna degan gap, naqsh o'qiydi degan gap arabchaniki asl gapi. Naqsh o'qigan vaqtning o'zida mana ular qanday o'qiydi? Ovozi chiroyli, yaqimli, ashundaq so'zilgan, so'zmaydigan, nerede to'xtaydigan, qanday so'zilganligini hamma ahamiyat berib ashunday nima qiladi o'qiydi. Mana bu naqshda o'qigandan keyin Qur'oni Karimni ashunday nima qilgan o'quvchi tajvid qoidasiga tushsin. Ovozingiz chiroyli bo'lsin, sat bo'lmasin. Mana ovozingiz chiroyli sat bo'lishi. Qachonki Qur'oni Karim arab tili bo'lgandan keyin, arabninki bu 28 harf var. 28 harfniki o'ziniki insonlarniki og'ziniki nereden chiqishniki nemisi o'rni var. Benim bu şu gapning o'zi shu og'zidan asli chiqqan yerdan aynan chiqqan bo'lsa, chiroyli asli shu shaklda o'qilgan bo'lsa, chiroyli tuyuladi. Agar Qur'oni Karim shu arablarniki ashu degan ahang chiqqan yerniki o'zida mahrajniki o'zidan menen Avrupalarniki nereden çıkış diye aşırı dikkat qilmag'ida sat anladı. Şuna bizninki Uyg'ur tilininki üzümü asli Uyg'ur olup Uyg'urning ichida muşta kitapni chiq o'qib, adabiyot yoki muşta she'r kitobini chiq o'qigan odamniki og'zi chiqqan men Uyg'urcha gap ajoyib yaqimli tuyuladi ba'zi odamlarning. Hammasini emas. Hammasini emas. Buni amaliyotda niqotimiz ko'ryapmiz. Mana bizdan bo'lmagan boshqa bir millatning gapi mana o öğrengen vakti sandık sat anladı bizge. Külüp getimizde gibi kelmekken geldik. Şundak Araplarınki gibi Arapların yüzü okuyan adamın başka oldu, okumanın başka oldu. Hemmisi onda çıkıp gitmeydi Arapların. Ama gayri milletlerindeki gibininki yüzü Araplar acayip anladı. Anladığındaki şu bula o Arap olmayan milleti şu ne deydi tarihte Ecem deydi. Ecem'in hayvan deyin gibi. Yani avazsız. Yani bizninki de avazı çıkarıp okumayacak insanlar bu. Çıkaramayacak insanlar da bulup bu Paris'in Ecem değil. Şunun için Kur'an-ı Kerim okuyan vaktimizde qanday qilish kerak? Mana insanlar anlasın. Mana şu Allah mı kulak saldı ekan, perişte mi kulak saldı ekan, muşu bu anlasın da xulus niyeti okuyan vaktimizde avazımızı nima qilishimiz kerak? Mana nayt chiroyli o'qishimiz kerak. Yeni birisiga yajaru bihi degan yatag'anna bil Qur'onning nemisi tafsir. Yani Qur'oni Karimni naqsh qanday o'qing degan gapning o'zi Qur'oni Karim oshkor o'qing. Yani oshkor urib jahri bo'yicha her harfni o'z joyida o'qisin, jahrida ochiq oshkor o'qigan bo'lasiz. Mana 28 harfniki og'zimizniki nadin qayerda chiqqan o'rni bor. Biz shuni o'qib, chiroyli tajvid qoidasi ashtacha o'qishimiz uchun kerak. Endi bunu okudum da hadidi ziyade hazır kadar elhamdülillah bir ayeti bir ay okup 15 gün okup diye ondan hoş olmaydı endi. Azinallahu degan gapniki ma'nosi istama'a, quloq soldi degan gap. Bu ishoratdir rizoga va qubulga. Yani Allah Teala quloq solmaydi. Allah hamma insonlarniki gapini, so'zini, ichki tashqi gapini hammani xabardor olib anglab turdi. Bu yerda Allah quloq sol degan yani Qur'oni Karimni chiroyli tajvid qoidasiga tushirib, muşta o'qigan bo'lsa, yaqinlik qilib, bunuga Allah rasmiy nima bo'ladi? U o'qiganlikni o'zini qabul qilib, aniki o'z dargohidan va shuning bilan u o'qigan odamdan Allah rozi bo'ladi degan gap bo'ldi. Ubda o'qigan rozi deb qo'shilib keldi degan gap. İkinci hadis. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu ta'ala rivayet kılmış şuna da cezben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Peygamberimiz şu Ebu Musa'ga "Laqad utite mizmaren min mezamiri Ali Davud" depti Ebu Musa radıyallahu ta'ala. Cezben keltirdin sana
Mana Ali Davudniki neylerden bo'lgan bir neyni san keltirildi. Yani Allah Taala sana bir ney veripti. Neyniki ovozi qandoq chiqqanini bilamiz. Nayt uchuq, oshkora, jarangliq o'qiydi adam qalbini lazg sevotqadek. Anda o'aniki Allah Taala sana mushundaqcho bir nemini beripti, istidodini beripti. Qur'on ashta holatda o'qadigan. Bu kim shundaqdi? Davud alayhisalom mana shu Zaburni o'qigan vaqtda mushtaqcho o'qiydi. Meyat Ali Davud deb Ali'ni akilish ve tefhim deydi. Yani bu kirgizilgen mudaq bir deb qo'yilgan bir gap. Ama bu yer Davud alayhisalom Ali emas, Davud alayhisalom o'zi. Davud alayhisalom o'zi Tevratni o'qigan vaqtda, Zaburni va Tevratlarni o'qigan vaqtda o'zidan shundoq chiroyli o'qiydi. Ajoyib ney anlangan deb işte o'qiydi. Sen mucho mushta o'qiysan dedi. Anda vaqtda mana Abu Musa radhiyallohu ta'ala anhuki mana o'qigan Qur'oni Karimni ashundoq chiroyli o'qiydi ekan. Buni qarta payg'ambar maqtab ketgan ekan. Yani maqtashga sazovor bo'lish Qur'oni Karimni ashundoq jaranglik, noyatda obdan chiroyli va go'zal ovoz bilan nima qilish kerak? O'qish kerak. O'qish kerak. Bu o'qishning o'zi asli tabiiymi bo'ladi, ham uni kasbiymi bo'ladi? Tabii bazı adamların ovozi ashta chiqadi. Yeni bazılar var, onu o'rganish orqali shunga yetilgan insonlar var. Eğer yaxshi bo'lib ashta o'qib qolmishda o'qigan yaxshi. Eğer unda bo'lmay tatib qolgan bo'lsa, buni qarta har adam shuni tirishish kerak. Men qilolmayman, unda ish yo'q. Yeni bir rivoyatda İmam Müslim uchun bor. Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Musa radhiyallahu ta'ala anhu dedi ki: "Law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atikel barihata" debdi. Anlagan bolsan edin sen, ko'rgan bolsan edin sen mening va loki men quloq sevatman seninki qiraatingga o'tgan kecha. Men oldin kecha men seninki o'qigan Qur'oni Karimninki shu o'qiyotganda quloq solgan edim. Sen bu ishni ko'rgan bolsan edin, sen ne bo'lib ketding? Buniki lavniki javob mahsub. Yani bak qo'shib ketdi deb payg'ambar solmoqda degan. Yani maylis metall. Yani demak Abu Musa radhiyallohu ta'ala anhuki qiroat qilishniki o'zi bak chiroyli ekan. Chiroyli qiroatga payg'ambar solmoq quloq sepdi ekan, ham uni uchun anglabdi ekan. Unda o'niki biz Qur'onni mana o'qishda, haq anlatishda va biz anglashda mana yaxshi ubdan qorilarniki ovoz chiroq chiqilgan. Buni o'qisak-chu yaxshi ish, bu nima mustahab. Üçüncü hadis. Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala rivayet qildi dedi bor. Anladımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den okudu. Mana xutdan namazida vattin va zaytuni chu o'qigan edi. Men anlab baxmadim men hech qanday bir kishini mana go'zalroq ovoz jihatda payg'ambar dedi. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallamdan go'zal o'qiydigan bir adamni anlab baxmadim. Ajoyib shundoq chiroyli, yaqinlik, jaranglikcho mushta o'qigan deydi. Yani demek Peygamber aleyhissalatu vesselam mana xuttanning o'zida vattin va zaytuni ashta o'qigan ekan. Yani namozniki ichida ashta o'qisak nima ekan? Durust ekan, xatochi emas ekan. Hem Peygamber sam Qur'on o'qigan vaqtda mushta chiroylicha o'qiydi ekan. Uning uchun bizmi Qur'oni Karimni o'qimoqchi bo'lsak, men mush shaklda o'qishimiz çok kerak. Bunda o'qish sunnat Peygamber ashta qildi degan ekan. 4-chi hadis. Ebi Lubaba Beşir ibn Abdul Munzir radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Men lem yetaganne bil Kur'an'ı feleyse minna dedi. Bir ademi ki gına kılmasa Kur'an-ı Kerim'ni yani nakşidak okumasa yani çıraylık, yakımlık, jaranglık muşta bir avaz bilen okumagan bolsa o adam hem de çıraylık, yakımlık okuşunki nemisi değil mi? Tecvid kaydesi düşürüp okuş. Tecvid kaydesi düşürüp okuğa vakti özüde şu Kur'an-ı Kerim'deki harflerinki kelimeleri bir kanç kelimede terkip taptığı kelime degen nemede terkip harften. Harf degen kaç 28 harf. 28 harfniki özüne çıkırış mahrajlarını ve orunlarını ve sözü sozması kandak kılış ve kandak okuş diğerlerini okusak o çağımızda Kur'an-ı Kerim resmi çıraylık okulgan bulundu. Mene bir aviyat edegelimizde
Mana bizim Uyg'ur tilida shu, Uyg'ur tilidagi hamma odamniki nemasi undan bo'lmaydi. Qanchaki u odamning o'zi so'zlab bersa, o'qigan vaqtning o'zida kitobni jiq o'qisa, materialni jiq ko'rib, ovozini chiqarib o'qisa, bu odam kelgusida mana shu Uyg'ur tiliniki eng muhim yeri nutq so'zlaydigan va shu ishni deklamatsiya qilgan odam bo'ladi. Hammasi bo'lmaydi. Uning uchun qanday qilishimiz kerak? Onun için şunda okuşup bizim aşındak tecvidni imkanlarımız boğaları tecvid okuş, Kur'an okuş kaidesini bilişimiz çok gerek. Meğer depte peygamber bir adam Kur'an-ı Kerim'ni gına yani çıraylık, nakş okanda çıraylık okumay, hakkında okusa melik dep koygan bolsa, pelese minna. O bizden emes idi. Yani bizim yolumuz emes. Biz mağan yol. Biz mağan sünnetli emes bu adam. Bizim mağan yolumuz sünnetimiz değil mi? Kur'an-ı Kerim çıraylık, yakımlık, caranlık, tecvid kaidesinden çok okuş. Yani bu ise Ebu Davud yani yaxşı isnatla nima qildi? Rivayet çok qildi deydi. Endi yetag'anna deganninki ma'nosi va yadiki yuhassinu savtahu bil Qur'on degan gap. Yani o'ziniki ovozini Qur'on bilan go'zal qiladi degan gap bo'ladi. Asli tag'anna yetag'annaniki o'zi naqshat degan gap. G'ina deydi arabchada shunga. Naqshiniki o'zi naqshatga odamlar o'sha naqshat qilgan bo'lsa, uniki o'zini g'ina deydi. Yani naqsh o'qidi. Bu yerning ma'nosi shu naqshatga adam ovozini nati chiroyli qilib qahramon qolitiman deb o'qiydi ya, u naqshni qilmagan qilib qolmay hozir davridagi chekida ishib ketgan jahiliyat davridagidek ashundoq fosiq munofiqlar mana ashundoq o'qiydi. Qilmagan ishda ovozi chiqqanda boshqa qiliqlarimi shundoq qilib ketadi. Mana shu ashda o'qigandan keyin bizmi Qur'oni Karimni mana ashundoq xalqlarga jalb qilish kerak. Chunki Qur'oni Karimniki ma'nosi hem nime balagat hem adam ta'sir qildi. Shuningdek lafzim ta'sir qildi, ham shunday qilish kerak. Uning uchun ovoz nima bo'lish kerak? O'qish shakli, tajvid qoidasiga tushirib, sharoitchi bo'lish kerak. 5. İbn Mesud radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Ibn Mesud, dedi men uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iqra alayya Qur'ona debdi. Ma Qur'onni o'qib debdi payg'ambar Ibn Mesud, Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala. Deganligi dedim men deydi. Ya Rasululloh, men sizga Qur'oni Karim o'qib beramanmi? Va uki sizga Qur'oni Karim tushirilsa. Qur'oni Karim sizga tushgan bo'lsa, men sizga o'qib beramanmi? Desam, dedi payg'ambar. Jazmaman yaxshi ko'raman, shuki anglag'ayman, o Qur'onni mendan boshqa kishi. Men o'zim o'qiyman, to'g'ri, men boshqa bir kishidan anglab berishni nima qilaman? Yaxshi ko'raman. Dedi. Unda o'yladik, buni qarta meni her qarim, hafızlar ve başka adamların özü men yaxşı okuyup deb özü qilib qo'ymay, başka adamlarni o'qib kerak, o'qitib bekish kerak. O'qib bu adamlarni uni qarab, anglash kerak. Shuni qarab jixnasi uchun bilib oladi. Bu bir nima u? Adab. Men de o'qiyman, demak, boshqa odam o'qibaqson, qanday qilib ekan, men bir uni bir anglab baqay deyish kerak. Degan shuni Payg'ambar Sura Nisoni o'qib berdim, hattoki yettimman, keldimman. Ma oyatki فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا degan mush oyat kelibdi. فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Pes qandoq bo'lib ketdi? Qachoniki biz her ummet, her milletin bir guvochini keltirsak va seni malaga seni biz guvoch qilsak, shu chon ish qandoq bo'lib ketadi? Qandoq vaqt, qandoq bo'lib ketarsan? Qandoq bo'lib ketarsan? degan nima oyat. Oyat kelganda payg'ambar asos maqsad mushakib o'qib bir anglab bekish. Unda u biya kelgan vaqtida qarsan kelibdim, dedi Abdullah Mesud, has payg'ambar dediki, hasbukal an. Endi hozir yetandi sana. Bo'ldi, dedi. Degandagi shundoq payg'ambar qarsan, payg'ambarning ikki ko'zida yosh taramchilab eqib ketibdi. Dedi. Ya'ni demak, Qur'oni Karimni o'zini o'qishidan shunday bir ta'sir qilgan bo'lsa, ikkinchi bir odamdan ovozi yaxshi, taqvo, muttaqi, tajvid qoidasi o'qigan odamdan Qur'oni Karimni anglashning o'zi bu mu'min bo'lgan odamga rasmiy nima qiladi? Ta'sir qiladi. Ko'zi yosh chiqaradi. Bu bir Allohning nimasi o, bergan bir ne'mati. Bu hammadan bo'lmaydi.
Babun bil hissi ala suvarin ve ayatin mahsusatin. Bu bir babdır. Qiziqtirish ninki üstedeki babdır. Nimelerge mahsus muayyen so'zlarga ve muayyen ayetlerge o'qishni qiziqtirishninki nimasidir o babıdır. Endi biz Qur'oni Karimninki alhamdulillah tatib ve nas kelishib bo'lgan orliqda 114 sura. Mana 6200 necha oyatdan iborat bo'lgan hammasi Qur'oni Karim nima va Allohning so'zi. Labzi hem ma'nosi Allohning nimasi deymiz, so'zi deb e'tiqod qilamiz. Mana bu Allohniki bu so'zi bo'lish e'tiboridan buniki birisidan afzal, birisidan mandaqchi emas. Hammasi nima? O'xshash Allohning so'zi. Bunida hech qanday shak yo'q. Endi buniki ma'nodan hadisda mana hozir o'qiymiz. Ba'zi hadislarda ma'ayat mandaq. Mesela Kur'an'daki sure İhlas, ayet-i kursi var deydi. Bunda deyişniki yüzü şu Kur'an-ı Kerim'deki şu suredeki aş ma'nisiga mazmunu qarab, muhimligi qarab mushtaqchi deyilayotgan şu gap. Bu misal aş başdan tortib oxiri hammasi Allohning so'zligida, so'zi ekanligida ham o'qisa Alloh taolo bu odamga qanday savob berishligidan daraja va savobni berishda o'xshash. Bunun nima uchun yo'q. Ama yedisi kelgen palan sure mında, palan ayet şu mında degenin şu ayet şu sureniki ma'nosini bilip şu yo'lgan ma'ni itibarla anladıyken bu başka ayet yani başka surelerden bir kadar nim boludu afzalchu boludu demdi. Afzallik bu demdi. Maya demdi. Muayyen sure ve muayyen ayetlerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan meni mu'minlarni aş o'qinglar deb targ'ib qilib qiziqtirishniki ustidagi nima bor. Endi buni qarta Qur'oni Karimniki hammasini o'qimay, vaqt yetmay yoki nim qilmay, shu hadisga asosan Payg'ambar ma'ayat ya ma'surni o'qis, mandaq bo'ldi deganga asosan bu odam buni o'qisi uchun umi bo'ldi demdi. Umi nima bo'ldi? Birinchi hadis. Ebu Said Rabi ibn Mualla radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi bu Ebu Said. Dedi men üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ela uallimuke a'zama suratin fil Kur'ani qabla en tahruca minel mescid dedi. Ya sana öğütüp koymayman mı? Kur'an'ın içindeki en katı surenin şunun aldıdaki sen mescid çıkıp yetkeysen. Sen mescidi çıkıştın burun. Kur'an-ı Kerim'de en katı bir sure var. A'zam. Ben sana şunu öğütüp koymayman mı? Dedi. Degandeki ki şuna Peygamber ama qildi dedim. Şuna Peygamber mening qo'limni tutdi. Tutib birga gaplab ashhadu benim qildik. Ol vaqtdagi iroda qildik shuki masjid chiqamiz. Masjid chiqishda qildik dedim men. Ya Rasululloh sizlar debdilar. Masjidga chiqishdan burun Qur'oni Karimdagi eng ulug' bir sura var. Men sizlarga sana shuni o'rgatib qo'yman debdilar. Meni o'rgatib qo'ymanlar desam Peygamber dediki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani Kur'an'ın içindeki 114 surenin içindeki en katı sureminmiş o. Yani bu Rabbil Alemin yani sure Fatiha nemidir? Seb'ul mesalidir. Katlangan 7 ayetlik nemidir? O suredir. Dep yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şurada dedi. Yani seb'ul mesalidir. Ve Kur'an-ı Azimdir ki men onu nima qildim, uni uchun men keltirdim. Yani Allah keltirgan nimadir? En katı sure Kur'an-ı Kerim'in içindeki Elhamdü sure Fatiha. Kur'an-ı Kerim'ni Allah Taala men nima qilgan keltirgan. Men nima qilgan uni keltirgan deydi. Endi bu yerda Allah Taala Kur'an-ı Kerim men bergan Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim tushdi endi. Biz shuni e'tiqod qilamiz, to'g'ri haqiqat. Andan keyin bu diska asasen Kur'an'daki 114 sureniki içindeki 6200 neçe ayetniki içindeki en uluk sure ve ayet kimiken sure Fatiha ve 7 ayet. Şimdi sebep mesani. Bu yerde Kur'an-ı Kerim ne için bu sure Fatiha en katta. Bunda sure olduğu dese. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ninki içinde çıkan asası məqsədninki üzü umumuzluq sure Fatiha'ya cuglanğan. Sure Fatiha'ya merkezleşken. Kur'an-ı Kerim'ninki aşo Elif Lam Mim'den sure Bakara'dan başlap ve Nas kelişib bolğan arlıqda umum məzmunninki üzüne
Xolasa yığınçaqlığa vaxtı yüzüdən muşu Sura Fatiha'dan ibaret olan 7 ayet üçün mərkəzləşidir. Onda o ki Sura Fatiha'nınki yüzünü uqalının yüzü aldırmay, düşünüp uqa ədəb qandaq oludu uçanın yüzüdən. Qandaq oludu? Kur'an-ı Kerim'ninki həmməsini oqub düşənən tək oludu. Düşənən boludu. Şoğa Kur'an-ı Kerim'ninki şunda katta olğanlığı üçün şoğa hər namımızınki hər bir rəkətdə oxuş nima mühim. Onu okumay çox olmaydı. Ondan başqa Kur'an-ı Kerim'nin bu Sura Fatiha'nınki hər xil nimisi var, alaylık var. Şafi deydi, Kafi deydi, diğerledek aşındak bir kanun çıkan nemisi var, ismi var. Bu isimdeki yüzü sahabeladın ve tabiilladın nemi olan o ve onu nenki yüzü uyarıcı, ravayetçi kıllıgan. Bu naydı nemi o katı söyle. Şimdi onda o andaki katı söyle o andaki muşu elhamdülillah çok okuşka bek ehemmiyet veriyor. Bu naydı nemi o paydası çeyekte. Şu an bununki uqanın bek paydası cık hem de ma kitapta bazıları değildi. Yani başka kitaplarda, hadis kitaplarda mı bu? Bu Kur'an'daki söyleleri ve Kur'an ayet kanda ikiyadaki fakat Peygamber Sam'den ya ki Kur'an-ı Kerim'de bolsa anladaki bunu resmi şu dağıldı. Ama başka bir ayet Kur'an-ı Kerim'in içindeki ma'lum bir ayet ya ma'lum bir söyleyin özünü okup bu ayet şuna iş tuttu. Karamet tuttu mesela evliyaken. Şunu ayış bizim o vay planete man şu okul dep manda okuyan ya manda okul dep diken dep okuştuk bizdeki ayetimiz yok. Bizim onuğa ayış yok. Fakat Peygamber Aleyhisselam degan bolsa, Peygamber mesela bamdatlarımız mani okuydu, peşin mani okuydu, cuma günü mani okuydu. Diğerinde kuptan mani okuydu degan ravayet bu asasa bunu qarab biz şunu okusak. Ya Peygamber manda qısan manda oldu, ya kesel şifa oldu manda oldu desek uçan şunu okuş buçan üzerinde bununla amel qilishimiz gerek. Ama başka adamınki biz mecbur emas. Ama o adam buptu ama biz okumaptık, bulmaptı o adamınki özünün nimisi o, özü boğan bizi bulması mümkün. Bu yerde erişiş meselesi de Kur'an bilen yedis. Kur'an bilen yedisindeki mene şərilep bergen doğru bir şekildeki ididiki mene alim ölüm alanınki üzgünümü kılış onuğa erişiş. Hem de sebi masani. Bu sörün üzü yettidir. Yani Sura Fatiha'da 7 ayet. Hem Bismillah Sura Fatiha'nın işidim emes mi? 7 ayet kaydı ihtilaf var. Hem bu 7 ayetlik bir sördür ki mesani. Katlandıgan. Asi mesani degen musannatındaki nemisi o cemi senna yüzseni içki kıldı yani katlandı, tehrarlandı degen manada. Yani bu 7 ayetin özü nemi kılındı? Tehrarlandı. Yani tehrarlandı degende mana namazda her rekat tehrarlanıp çoğu nemi kıldıgan gap, okuyduğun gap. Yeni birisiga şu Sura Fatiha'nın özü mana ilakaya yani Sura nemeden Mekke'de mi düşken, hem Medine'de mi kata düşken deydi. Bu itibarıyla şuna katlangan dep muştaq deyişinki sebebi çoğu men muşandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de en mesane dep atıldı çünkü devamlı okulup doğan boğan dikin yani tekrarlandıgan nime Kur'an degen gap. Şu mümin her kadın tekrarlandı. Yani Sura Fatiha'nın özü tekrarlanışı şu yani Müslüman yani mesane deyişmiş devamlı tekrarlanıp okulduğan nime 7 ayet. 7 ayetlik sure deyin gibi. Şimdi Kur'an-ı Azim. Yani bu Sura Fatiha şu Kur'an-ı Kerim mankiyatı Kur'an-ı Kerim içindikçe bağ değil gibi. Ya koymaydı şu sebi masanidir. Endi bu yerde vel Kur'an-ı Azim degan anın atib bo'lgan ekan, uçan özde sebi masani atib bo'lgan uçan Kur'an-ı Kerim katlandıgan, tekrarlandıgan 7 ayet ve şuningdek Kur'an-ı Kerim mana keltirilgan büyük Kur'an-ı Kerim dedi. Kur'an-ı Kerim büyüdür haber oldu uçan da vay ya yine dur oğacan özde Kur'an-ı Kerim'ninki şu umumisi Sura Fatiha deyin ki. Yani ayet ilgilimizde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki umumi manasını yolga vaktimizde şu Sura Fatiha'nın içine yığılı, nemi kılındı, merkezleşti, ihşamlandı, yığıldı. Şu bir yerde Kur'an şu Sura Fatiha'nın Kur'an-ı Azim, büyük Kur'an'dır deyip başladı şu. İkinci hadis. Ebu Said Hudri radıyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kul vallahu ehad hakkıda. Sura İhlas hakkında şuna dedi ki
Qasam Allah'ınki mening nefsim Allah'ın ilkidir. Cezmen bu sure İhlas Kulullahu ehad her ayna beraber oldu Kur'an'ın 3'ten 1'ge. Yani 10 parıgen. Yani bir qata Kur'an-ı Kerimni oqa adam, yani sure İhlas oqa adam 10 parını oqandak boludu dedi. Yeni bir rivayette şuna dedi ki Cezmen Peygamber dedi üzün ashaplarga aya aziz kelamda senin birini şoku oqay Kur'an-ı Kerim'in 3'ten 1'ini bir keçede. Bir keçede oqulmayla aşıda oqadigan adam şu oquşun aziz kelamda dedi. Degandan bu gapning o'zi sahabalarga og'ir keldi. Bu qanday gap bu bir keçini 10 par o'qiy olamizmi hozir? Qarag'anchimizda yoz vaqti o'xshaydi, kech qisqa. Endi bu ish og'ir keldi. Bu har kun o'qiyversa bu og'ir kelmamdi deb bu og'ir kelgandek dedi Payg'ambar. Dedilar ular ayyuna yutaqizalik. Mana bunuga bizni qaysimizniki toqat keltira oladi. Ya'ni qaysimiz bu bir keçede her keçede Kur'an-ı Kerim'ninki yüzünü 10 parını okuyalaydı. Her keçede. Ya Resulullah dedi. Diyendeki dedi Peygamber. Kul vallahu ahad. Allahu semet. Yani bu Kur'an-ı Kerim'ninki 3'ten 1'dir. Dedi. Ama bunu asasen ne demekçemdi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin kul vallahu ahad'ın özü esas nime tevhid. Tevhid oğanlık bunun mezmunu tevhid olur. Yani tefsirde okulduğum diyememiz okumamız biliriz. Kur'an-ı Kerim'de bu yıllık asas merkez Allah'ın iki bar ve bir ikkeligini bunu ne kılış? Onu şu bildiriş. Asas merkez şu. Merkez aşağıda koludu. Bütün asas edigendek aşağı merkezde şudur. Endi bu Kulullahu ahad'daki özü şuniki nemesi kılıdı uçan özde şu ba. Şu sure İhlas mı deydi o? Sure tevhid mi deydiğen gap. Anda o anken bu Kur'an-ı Kerim'deki mana şu 3'ten 1'ge sure İhlas'daki mana bir qata o'qpa şunu beraber kelişçi şu mezmun cihatte. Anda o anken bunun asasen siz Kur'an-ı Kerim'ni her gece uxlashdan burun mana bir qata o'qisangiz Qur'onni 10 pora o'qgandek bo'lasiz. Agar 3'ünü tugatsangiz cho uniki savobiniki o'zini mana 3 qata tugasa Qur'onni hammani tugatib mana yozgandek bo'lasiz demakchi. Endi bu yerda mush o'qib qo'yishdan Qur'onni amaliyotda shunday o'qiganligi nemiz bo'lamdi? Barabar bo'lamdi. Endi bu ayetga asosan endi zohiri qarab bo'ladi. Lekin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yukarıki başka hadisleri bir harfdeki üzerine eliflamını okusa ben o bir harf demeyim elif bir harf mani bir harf okusa 10 hassa 708 mezmundaki hadisler var. Benim muşluğu karga vakti özüde. Benim mezmun cihette Kur'an-ı Kerim'deki 3'ten 1'ki sure İhlas doğru kesmi. Lekin 10 parını okuğanğa ne 10 parını okuğan adamdan sure İhlas'daki barlık yana okşaş olması için mümkün. Lekin mani cihette okşaş ol. Bunun için şu sure İhlas'daki ma'nisini, sure İhlas'ın nemi demekçi olduğunu düşünüp, bilip, imani ve itikadi cihette aşıdak bulup, resmi aşıda okusa anındaki müşahadet için kirişçi mümkün. Beni bu ise İmam Bukhari rivayet kıldı. Yine Ebu Hureyre, Ebu Said Hudri radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezmen bir adam anladı, bir adamdaki okuadı Kulvallahu ahadni. O'qadi da holatiki tahrir qilib bu odam o sura İhlasni qayta sura İhlas o'qatgan anladi. O vaqtdagi tanattude bu Ebu Said keldi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'in qarshi kelib bu gapni Peygamber dedi. Ya Resulullah bir odamning sura İhlas qayta o'qatgan anladim dedi. Va go'yoki yıllık kişi meni bu sura İhlas'ın şu katim şu gecede bir kata okanı kayıt tekrar okan az salavatı da dep şuna dedim. Desem dedi Peygamber. Kasem Allah'a ki min nefsim Allah'ın ilkidir. Cezmen bu sure İhlas her ayna beraber oldu Kur'an-ı Kerim'in 3'ten 1'ge. Ondan onken bu adam Kur'an-ı Kerim'deki sure İhlas'ı qada davan okuyuverib bu az okup kaldım dep undak nima qilmasin uni az sanab chiqqanmisin. Bir qata o'qanlik 3'ten 1 o'qanlikdek bo'ladi. Savobi shundaqcha bo'ladi deydi. Ana o'ndan
biz davamlı söyler. Kur'an-ı Kerim'ni asıl okuşka aynen işte okuş yetmeydi o. Şundak bolsun. Biz vaktimiz yetmedi ya ciddi işip kaldı şu vakt yüzüde. Biz kanda kılışımız gerek. Ve söyle ihlaslı iş bomba degende muşundak peygamberin talimat asasen muşunu okusak açta savaplı çok berdi. Şu okuşun yüzü mena baş diginimizde açta resmi bilip düşünüz huzur ihlas. Mena şu ulan andaki bilip düşünüp okuş gerek. O otomatik olarak okuş bir gap bu. 4. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldığı şu edep cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi kul vallahu ehad hakkında. Cezmen bu kul vallahu ehad her ayna beraber boludu. Bu Kur'an-ı Kerim'deki 3'ten 1'ge beraber boludu. Dedi. Bu nime? Uqa vaxtida berilgan sap hakkında. Yani hemmisi mukafat cihetida. Yani bu hadisini İmam Müslim rivayet kıldı. Yani demek bu sure İhlas'daki üzerine meni Kur'an-ı Kerim'deki 3'ten 1'ge to'g'ri keladi degan hadisi hozir ma nima İmam Navaviy rahmetullahi aleyh rivayet qilgan Riyaz-ı Salihin degan kitobida 3 tane hadisini keltiribdi. Her 3 hadisi meni bu yerda İmam Buxoriyninki, yeni shundak İmam Buxoriyninki, shundak İmam Müslimninki qilgan nimasi ekan, rivoyat ekan. Mana bu rivoyat. Bu nima olsa hem onun üstüne bu hadisi rivayet qilgan sahabini kelsa, mana ikki hadisni Abu Said Hudri radhiyallohu ta'ala rivayet qilibdi. Yeni bir hadisni Abu Hurayra rivayet qilibdi. Yani demek bu hadisniki o'zining mutawatir bo'lmasa o'shaga yaqin berib qiliqlik. Bu nima ras. Yani şu müstah çok kulağlarına pek okuşuna ehemmiyet veren diyen gibi. Bunu diğerlik başkası taşlap koyun diğerlik emez. 5. Enes radıyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna da cezmen bir adam dedi. Ya Resulullah cezmen men ma sörneki yani kul vallahu ehadni yaxşı görümen depti. Dedi Peygamber cezmen şu sörni yaxşı görüşüm seni cennetke ekirvadı dedi. Böyle yaxşı körüp qo'yish, o'qib qo'yishga zot akirdi. Ma sörni yaxşı ko'rganlarning o'zi mushu jannat kirishga bir nim bo'ldi ekan, bir sabab bo'ldi ekan. Meni bu hadisi İmam Turmizi rivayet qildi va dedi İmam Turmizi bu hadis hasan dedi. Va bu hadisi İmam Buxoriy o'zining sahihida tariqan nima qildi, rivayet qildi. Yani muallaq, uniki ravisi yo'q, payg'ambar madaq dedi degan tariq deydi yani. Deydi. 6. hadis. Ukbet bin Amir radıyallahu ta'ala rivayet kıldığı şöyle cezbe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Aya kömemse bir ayetlerindeki düşürüldü muş keçe. Muşu keçe düşüge ayetler kömemsen. Kürdümüde bu söylediğindeki okşun her güz. Bu söylediğindeki okşun her güz kürdümüden acayip kat doğan bir söylediğinde bakalım diye düşürüldü. O kavun kul a'uzu bi rabbil felak ve kul a'uzu bi rabbin nas. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muştah nima qildi? Mene degandi dedi. Yani demek men bu hadisi İmam Müslim rivayet qildi. Men bu hadis asasen sure İhlas'daki sure kul a'uzu bi rabbil felak ve kul a'uzu bi rabbin nas en nimikan katta bir sure ekan, ulug' sure deb nima qildi? Bunun da atıldı dendi. Unda oğadıken, mana bu Şkolya deyilgan açtaq bir meşhur gap var mene. Muşu yedisindeki sebebinden açtaq nima qilgan unuğa mana depçu kilingan endi. Endi bu kul auzu bir rabbil falaq bilan kul auzu bir rabbin nas. Endi biz yaşayotgan jamiyatda dunyoda qandaqki insonlarga yaxshilab bo'lgandek uningki ziddi bo'lgan yomonlik, ya'ni shar har tarafdan ko'p bor. Buniki maddi tarafdan bo'lsa, o'shaningizda men doktorxonaga berish orqali tibobat va g'izo qilish orqali buni davolash va saqlash imkonini saqlaymiz. Ammo buniki ma'naviyati bor. Ma'naviyat uning ichidagi mana ruhiy, ma'naviyat kasal, ashundoq bir nima bor, balay, ofat, musibat bor, masalan hasad. Uningdan boshqa jin shaytonlar mana har xil nima ziyon qilish orqali odamga ziyon uradigan. Bu eng ashaddiysamdi. Bu aşadisi olğandaki ya bunu bir iş kılınmaydı. Bu darisak esi payda kılmaydı. Onun için bunda bir kesellerge payda kılıdığan. Mene o nesi kavun bulup mu haset.
Bu hasadlik özü bir insonga bo'lib qolsa, o'shan o'zida qandoqki o'tning o'zi shu o'tini ko'ydirib, kul yo'qotayotgandek, mana bu odam vujudi shu ish bo'lib qolgan bo'lsa, u odamning qan yaxshi amallarining o'zi tubdan ko'ydiryotdi. Yo'q bo'lib ketadi. Hasad bilan bo'lsa, bu kufr. Bu ayni vaqtdagi o'zida tanganlik, ya'ni kufr bo'lgan bo'ladi. Kufr bo'lish nima? Chunki Alloh taolo bir odamga bir ne'mat, bir xil aloyidlik, bir xil fazilat bergan bo'lsa, bizniki e'tiqodimizda Alloh taolo har qanday narsaniki egisi va uni uchun yaratquchisi. U narsaniki mulki, u narsa Allohning mulki deb e'tiqod qilamiz. Undan keyin Alloh taolo har bir maxluqot, har bir cins fartga qanday bir narsani bersa, Alloh o'zining adolati bilan, o'zining hikmati bilan beradi deymiz. Iymon buni taqozo qilib 99 sifat. Mana bu Allohning sifati bu. Bundan bo'lgandan keyin biz qo'pib bir odamning go'zal bo'lib ketishi, bir odamning boyib ketishi, bir odamning olim bo'lib ketishi, bir odamningki mana ishiniki ubdan kelishi, dasmbak bo'lib ketishi deganidek mushta ish ko'rish orqali bu odamniki o'ziga Alloh ashta beribdi, o'sha adolat sifati bilan. Andaki biz bunuga endi achchig'imiz kirib, g'azab qilib, uni bekot achchig'ib ziyonkashlik qilishimiz o'zi Alloh taoloninki shu sifatlariga nim qilgan bo'lamiz, o'chan o'zida inkor qilgan bo'lamiz. Ya'ni nima Alloh bilimsizga nim qilgan gap, o'chan o'zida nisbat berilgan gap. Bu odamning tushunchasi aniga berib, menga bermaganini Alloh bilmabdi degan gap bo'ladi. Alloh bilmabdi degancha nima bo'ladi? Unga gap bo'ladi. Ham Alloh taoloning odamga berishda o'zining ixtiyori bilan, hikmati bilan va Alloh taoloninki taqsimot, men mushundaq berish e'tibori bilan mushtaq badi degan sifatga nima qilgan bo'ladi? Inkor qilgan bo'ladi. Bu e'tibor bilan bir qancha sifat, ya'ni Allohning inkor qilish, kamsitish ham o'shtaq bo'lgan e'tibordan kufr bo'ladi. Bu ig'ir. Bundan nima qilish kerak? Saqlanish kerak. Bu eng yomon nima u? Kasal. Mana shayton bo'lib Allohning dargohidan mush qutulishi, mushundaq surgun qilishniki bir sababi nima? Hasad bo'lgan. Adem Aleyhisselam qarapaq hamma perişte ta'zim qilib bildirib aytgandan keyin bu men periştening ishini men katta tutsam ben nemish qilgan qilmay uni qilib ketgan deb hasad qilib ana degan u Allohning bir ekanini biladi bo'lmasa, Allohning bor ekanini biladi, yaratganini qilib turib, hasadniki sababidan u kofir bo'lib ketgan. Shu kofir bo'lib ketish sababi shu. Shu inson shu ishlarniki taraqqiy qilmasligi u Muşu bizning ishlarimizning o'ng'ishli bo'lmasligining sababiniki bir omil mushu. Bir-birisiga hasad. Ubdaqa odamni ko'rolmaslik. Buni qarta anlik har xil fikrlarni to'qib, andaqkan, mandaqkan. Bu ishta hasad ko'rlarniki nimasi o gibi. Mush qalavatgan, devatgan kishilarning hammasi qarsak, bunda tekshirib baqlayarmiz. Buni tigidi chiqib bunda bir rasmi yaqin odamni o'qib baqsa rasmi ko'rolmaslik bor. Chidamaslik. Bunun anındaki bu okumaydı ki Allah'ınki aşındak mu'ti, Allah'ın aşındak hakim, Allah'ınki aşındak adil diyen sıfatke inkar kılıp bunu berip bu hata kılıp mangı beğenmepti diyen de kişi olup anındaki çoğun hatalık çıkan gibi. Bu bir xil hasaddan Allah Taala hemmimizin nima qilsin? Şuna bunu saqlashning birdan bir nemisi darisi Qur'oni Kerim. Dinni o'qish, tushunish, bilish, imanni yanılab turuş, imanni kuchlandirish, shuni birlikda anladik. Payg'ambar alayhissalom ashabini o'qigandek, sura Ixlos va uni boshqa ikki qo'lni o'qish kerak. Buni bilan nima qilamiz? O'shan o'zida davolanamiz. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.